Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan butun sondan aralash sonni ayirishni oson va qulay usulini ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. 4 dan ayirishimiz kerak. 2,1 taqsim 3 ni. Odatda o'quvchilarimiz qanday qilib ishlashadi? 4 deyishadi, ayrilgan. 2,1 taqsim 3 ni noto'g'ri kasrga o'tamiz. 2 ni 3 ga ko'paytiramiz, 6, 1 ni qo'shamiz, 7 taqsim 3. Demak, ikkalasiga makhraj beraveramiz. Taqsim 1 bor. Bunga beramiz makhraj 3. Uchtadan makhraj beradigan bo'lsak, demak 12 taqsim 3 minusdan 7 taqsim 3. 12 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, bizda qoladi 5 taqsim 3 qoladi. 5 taqsim 3 degani 5 taqsim 3, demak noto'g'ri kasr qoldi. Aralash songa o'tadigan bo'lsak, 1,3 dan 2 qoladi. Endi biz buni mana shuni qulay usulda ishlaymiz. Xo'sh, qulay usulda ishlanish qanday bo'ladi? Xo'sh, biz mana shu 4 ni takmashlarga yoza qolay. Xo'sh, 4 ni demak 3,3 taqsim 3 deb olsak bo'ladi. Chunki 3 taqsim 3 1 degani va 3 bilan birgalikda 4 ni qaytarib beradi. Xo'sh, demak 4 ni o'rniga 3,3 taqsim 3 qo'yamiz, ayrilgan 2,1 taqsim 3 qo'yamiz. Demak 3 dan 2 ni ayiramiz, 1 qolar ekan. Demak 3 dan 1 ni ayiramiz, 2 qolar ekan. Demak 2 taqsim 3. Bu bizning qulay usulimiz. Mana shunga o'xshagan misollarni qulay usulda ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.